بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الكتاب الثالث. شنو قسم؟ الدرس السابع يتنجي درس. همسا قشلا يتنجي درس مزدكي نقطلق جراماتيكا معرفة ونكرة. Endi gerçi biz burundan tatib ma'rifa nakira to'g'riliq ozroq tushunchaga ega. Shundaymi? Tushunishda ma'rifa degan aniq ism, nakira degancha aniqsiz ism deb ko'ryapmiz-ku. Endi bugun arab tilidagi qaysi turli ismlar, qaysi bilaklar aniq ismga tava. Qaysi turli ismlar, qaysi bilaklar aniqsiz ismga tava, ya'ni nakira ismga tava. Bu to'g'riliq tafsiliyroq so'zlaymiz. Endi bu to'g'riliq mazmunlar darsimizdagi ajib anil aslatil atiya deganning ost tarafdagi al-ismu imma ma'rifa va imma nakira degan o'rindan boshlanda shu ya'ni to'liq ko'rsak bo'ldi. Hozir tafsiliyroq so'zlab turdim. Endi ma'rifa deganimiz nima desa, ma'rifa deganning o'zining asl lug'at ma'nosi tunishliq degan gap. Endi istiloh, grammatikal istiloh ma'nosi muayyan narsani ifoda etadigan ism ma'rif bo'ladi. Muayyan narsani ifoda etadigan ism ma'rifa. Masalan, Muhammad, man, senga o'xshash. Masalan, Muhammad desa, siz udul bir kimga qarasizlar? Udul Muhammad qarasizlar. Davud desa, sizlar hamma nazaringlar kimga tushadi? Davudga tushadi. Abul Qasim desa, nazaringlar kimga tushadi? Abul Qasimga tushadi. Bakri desa, nazar udul kimga tushadi? Bakriga tushadi. Demak, shuni degan amallar boshqalarning nazari bir nuqtaga markazlashganligi, ashuni ifodalagan mazmunning nima ekanligi, muayyan ekanligining ifodasi. Undan boshqa men desam, hammalar kimga qarasizlar? Menga. Diqqat nazaringlar kimga markazlashadi? Menga. Sen desam, kimga qarasizlar? Udul men degan odamga. Shundaymi? U desam-chu, shu men gapini qilayotgan uga qarasizlar. Demak, ma'rifa degan gap muayyan bir narsani ifoda etadigan ism nima? Ma'rifa. Endi nakir deganda dal aksi. Muayyan bo'lmagan narsani ko'rsatadigan ism, muayyan bo'lmagan, aniq emas narsani ko'rsatadigan ismning bo'ldi nakir bo'ldi. Masalan, ar. Kimga qarayapsizlar? Ar desam, kalongda hech qanday birga qarmadinglar shundaymi? At. Kalongda hech qanday bir at kelmaganda, o'quvchi. O'quvchi degan top o'qim ismga kelsa, ammo ma'lum bir o'quvchi kelmaganda, amma Abul Qasim desam kim keldi kalongga? Darro iniq Abul Qasim shundaymi? Amma o'quvchi desam kalongga kelmadi-ku. Ana avu iniqsiz. Iniqsiz degan anglashqila odamning kalasiga muayyan, iniq bir narsani ta'sir bermaydigan, iniq bir o'qimni ifoda, iniq bir tarafga qaratilmaydigan narsa nima bo'ldi? Nakira bo'ldi. Masalan, rajul, kitob, jami'a, maktab, universitet, institut, kitob. Kitob desakmi, agar durusul lug'at arabiyya desam, darrov oldingi kitob qarasizlar, shundaymi? Chunki men muayyan aniq o'g'achqa, amma kitob desam-chu, oldingdagimi kitob, so'mkadagimi kitob, ishxonadagimi kitob, yotoqdagimi kitob, shundaymi? Demak, aniq emas narsa degan kallamizda muayyan bo'lmagan narsani qana qildi? Ko'rasiz. Kalimiz muqim bir yak ma'maydi uningda. Hamma tarafga cheshladi. Ammo ma'rifa degancha muayyan, aniq, muqim bir nuqtani ifodalaydi. Bizning darru o'qimimiz nega boradi? Ashaklan boradi. Mana bu ma'rifa va nakira. Ana nakira bu tushunish bo'ldi kal. Ammo ma'rifa desa biz burundan darslarda bir qarab alif lam kelib qolsin ma'rifa degan, bir qarab xassin bo'lib qolsin, alam bo'lib qolsin ma'rifa degan shundaymi? Bir muayyanlashtirib o'tili. Arab tilidagi ma'rifa ism tuandagi 7 turli ism ma'rifa. Birisi almash, damir. Ana, anta, huwa, zarabtuduku tu shundaymi? Darabuduku o qatorliqlarning hammasi ma'rifa. Ikkinchisi alam, xos ism. Alam xos ism degan bunda bir narsa aniq bo'lgan ism. Masalan, biz o'qiyotgan maktabni İslam Üniversitesi desek shundaymi? İslam Üniversitesi, Madina İslam Üniversitesi deganning o'zi shundan xos ismi bo'ladi. O'qiyotgan kitobimizning durusul lug'at arabiyya desam, shundan xos ism bu alam bo'ladi. Shundaymi?
Benim ismimni Bekri desem, Bekri mening nimam bo'ladi? Xos ismim bo'ladi. Mao alam xossim. Maxsus bir narsa bilan qo'yilgan, ikkinchi narsaga qaratilmaydigan ism xossim. Üçüncüsü ismi işaret, yani körüstüş olmuşu. Haza, hadihi, zâke, tilke diyenler. Dördüncüsü isim mevsul. Ellezî, elleti, ellezîne, ellati, men, ma. Hele ki biz davamlık dep koyatımız o, kendin cümle ismi ekep kalsa, diki, eğer cümle pil ekep kalsa, kanıp tercüme kılımızda şunda ama, aşının hemmesi isim mevsul. Bu ellezî giden khas emas. Ellezî, elleti, Anda ikinci mu men, ma, isim failler, isim fungu beş kegen, alif lam qatarlık bunun hemimiz isim mevsulluğu ise. Bulan ma'rife. Beşincisi, muarraf billam degeni alif lam arqılık ma'rife olgan. Adat özü nekire, aldığı alif lam koşulgan isimler. Mesela, racul nekire şunda ama, aldığı alif lam koşsak ne buludu? Er-racul buludu. Kitap nekire, aldığı alif lam koşsak ne buludu? El-kitab ma'rif buludu. Altıncısı ma'rife ismiga muzab bo'lgan narsa. Muzab bilan tushundigandimi? Shunda ama ikki so'zning birikmi bo'lib, ikkinchisi mangu zira bo'ladi, birinchisiga alif lam kirmaydi. O'tirganning yoki din yoki data degandek qo'shimchalar qo'shiladi shunda ama, bu muzab bilan endi muzab bilan ma'rifa, muzab nakir bo'lib qolsa, muzab bilan ma'rifaning ta'sirida nakir bo'lgan muzabning bo'ladi, ma'rifa bo'ladi. Ya'ni gapimizni yig'inchoqlasak Ma'rife ismiga muzab bo'lgan, muzab mı nem bo'ladi? Ma'rif bo'ladi. Ammo nekir ismiga muzab bo'lib qolsa-chi, u ma'rif bo'lmaydi. Masalan, Kitabu Hamid, Kitabu Muhammad, Kitabu Bakr, Kitabu Abi Qasim, shundami? Abul Qasimning kitobi, Muhammadning kitobi, kitob ma'rif bo'ldi. Aniq kitob bo'ldi, chunki boshqalarning kitobi ma'mayda shu Muhammadning kitobi olmaydi, shundami? Ammo nekirga muzab bo'lib qolsa-chi, ammo muzab yana nekira. Muzab bilan nekira bo'lgan narsa nekira bo'ldi. Masalan, Kitabı talib. O'quvchining kitobi desa, kallamizda ma'lum bir odamning kitobiga markazlashma kallamiz? Yo'q. O'quvchining kitobi, xalqning o'quvchi. Mana bu 5-inchisi, mana 6-inchisi. 7-inchisi nida, chaqiriq bilan maqsad qilingandan kerak. Maqsad qilingan degani ko'z oldimizda bor, ya o'zingiz biladigan, oldimizda bir odam ketyapti-ku. Biz nida chaqiramiz? Ya rajul. Shundami? Kichik baldan birisi ketyapti-ku, nimda chaqiramiz? Ya valad. Shundaqmi? Mana bularning hammasi ma'rifa. Ana bu yerdagi maqsadlik degan gapimizni qanachimiz esa biz endi bir odamga qaritib davotimiz shunda. Shundaqmi? Ko'z oldimizga naqadan bor-ku, bu maqsadlik. Maqsad degan joyda biz ko'rmagan odamlar bor. Masalan, sinfning ichida biz hozir chip taqilib qoldi. Sinfning sirtida shipir ovozlarini anglab bir o'quvchi kelganda shundaqmi? Biz nima deymiz? Ya sadiq, shundaqmi? Ya axi, ya kicho, ya rajul, shundaqmi? Ittahil bab. Ma ishga chiqmadashlar mana degan bo'lsa, bizning ya rajul degan gapimiz ashunga aniq qaratildimi, yo'qmi? Yo'q. Bu ne kerak? Ma'rifa emas. Ama bayatdan kadar ko'z oldimizda ko'rib turib, biz bir tarafga qaratib aniq degan yovlan chaqirganda kerak, andakindan bo'ladi, ma'rifa bo'ladi. Masalan, qarg'a odam ko'z ko'rmagan odam birini ko'maydi, shundaqmi? Ya rajulan xuz biyadida, men ko'zni tanglab qolib o'tirib, ko'zni ko'may, qo'lni tanglab, ya rajulan xuzman qo'limni tutib oling degan bo'lsa, bu muayyan bir odamga demak emas, shundaqmi? Bu ne kerak? Andas qaytidan yig'inchoqlik o'taylik, ha? Arab tilidagi ma'rifa ism Ma'rifa degan gapning gap bo'g'icha kallamizga mubtado bo'lish yaraydigan ism degan gap shundaqmi? Ma'rifa ism birinchidan almash, domir kishilik almash demakchi. Ikkinchidan xos ism alam. Uchinchidan ko'rsatish almash. To'rtinchidan nisbiy almash. Beshinchidan lam bilan ma'rifa bo'lgan ism. Alif lam orqali ma'rifa bo'lgan ism. Oltinchidan ma'rifa ismga mudab bo'lgan ism. Yettinchidan chaqiriq nido orqali maqsadlik chaqirilgan nima nekira ism ma'rifa bo'ladi. Tushunib bo'lganda, endi agar bu qoidalarni kallangizda yig'incha qilmoqchi bo'lsanglar, darsimizning keyinidagi al-ismu ilma ma'rifatu va nakir degan o'rinda tortib ma sahifadagi as'ilatun degan o'ringacha bir qilib ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Andakin eng oxirida bir deb qo'ygan gap nekiraning ustiga nido kirisi ma'rif bo'ldi ekan-ku. Masalan, rajul nekira shundami? Ustiga ya kirisining bo'ldi ekan, ma'rifa. Ammo ma'rifasining ustiga ya kirsa hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Bunda qo'ydim. Al-ma'rifa
La tatagayyaru haluha bin nida. Ma'rifaning ahvoli nido bilan qanday qilmaydi? O'zgarmaydi. Mushu ish qilmaydi. Ma'rifaga gapirsa qanday qilmaydi? O'zgarmaydi. Ma'rifaning ahvoli o'zgarish bo'lmaydi. Xolos. Tushunish qo'dayman. Cho'qim bugungi darsda muhim nuqtalar mushu va kitobimizningki 30-bet. Al-ismu imma ma'rifatun imma nakira degan o'rindan tortib va al-ma'rifatu da tatagayyaru haluha bin nida degan o'ringacha muqimroq o'zlashtirib qo'yaylik. Musha bugungi darsdagi grammatik qismi. Endi grammatik qismi tushunishib bo'lgan bo'lsa, darsdagi tekstni, ya'ni dialogni o'qib, tarjima qilib, darsning ichidagi barliq ma'rifalarni tepib chiqamiz. Ya'ni bu qaysi yetti qismning qaysiga o'tishidi, shuni diqqat qilaylik, ha. Xirida bilan do'konning egasining o'tirisidagi, do'kondorining o'tirisidagi dialog. الدرس السابع. لديك أقلام؟ نعم، لدينا أقلام وحبر وأقلام جافة. أعطيني ذاك. يشير إلى قلم. هذا؟ لا. الذي فوقه. هذا؟ نعم. وأعطيني قلم رصاص. هذا قلم رصاص. أعطيني دفترا. الدفاتر أنواع مختلفة. أي نوع تريد؟ أريد دفترا ذا ورق مسطر على غلافه خريطة العالم الإسلامي. أتريد شيئا آخر؟ لا. ينادي ابنه: يا ولد، ضع هذه الأشياء في كيس للمشتري. أنت تلميذ؟ نعم. ما اسمك؟ اسمي مالك. في أي مدرسة تدرس؟ في مدرسة عمر الثانوية. تسلم له الولد الأشياء في كيس ويدفع مالك قيمتها ويخرج. يا مالك، تعال، هذه لوحة جميلة تحوي آيات وأحاديث وهي هدية لك. شكرا. يقرأ: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه الشيخان. لديك أقلام؟ sizda qalam bormi? Endi do'konchiga xirida kelib shundaydi. Lədeyk aqlam, sizda qalam bormi? Aqlam ko'plikka, men Uyg'urchada hech kim do'konga borib, sizda qalamlar bormi deb so'moqqa chiqa. Buni Uyg'urchada qalam deb tarjima qilgan bilan, ammo arabcha ifodalashtirmo aqlam. Naam, ha. Ladayna aqlam wa hibrin wa aqlamun jaffa. Bizda rang qalam va mo'y qalam bor. Aqlam va hibrinligini odatda rang tushirib, siyah tushirib ishlatilgan qalam bor-ku. Shu aqlam va hibrin bo'ladi. Aqlam jaffa degani mo'y qalam. Siyah tushirish ketmaydigan qalamlar bor, biz ishlatayotgan. Shundaymi? Shu. Atini zak, menga ani birim. Va qalamga ishorat qilyotdi. Yushiru ila qalam degani qalamni ko'rsatyotdi. Endi bu yerdagi zak degani 5 ma'rifadan qaysiga tushadi? Ismi ishoratga tushadi shundaymi? Birinchi jumladagi ladaykadagi ka bu qaysiga tushadi? Ikkinchisiga birinchisiga tushadi damirga, shundaymi? Damir. Undan keyin xolos. Hada buma bu qaysiga tushadi? Ismi ishorat uchinchisiga. Yani bu muhtaçlı ma'rifa demakchi. La, allazi fawqa. Yo'q, ustidagi. Bu ma'rifa o qaysiga tushadi? To'rtinchi ism mavsulga tushadi, ha? Hada bumu? Naam, shundoq. Va atini qalam rasos. Menga qarindosh qalam biram. Endi qalam mudof, rasoslimi, muzaf ilayh. Ammo rasoslimi? Lekin ro'g'achqa bu yerdagi muzaf ilayh nima emas, ma'rifa emas. Menga qarindosh qalam biram. Hada qalam rasos. Bu qarindosh qalam. Bu'yerdagi haza qaysinisiga tushadi? Uchinchisiga tushadi, ismi ishorat. Bu ma'rifa. A'tinidagi ni qaysinisiga tushadi? Birinchisiga, ya'ni damir, shundaymi? Ya'ni birinchi shaxs igilik kelish shakli nima? Igilik kelish shakli nima? Tushum kelish shakli.
أعطيني دفترا مع دفتر برم الدفاتر أنواع مختلفة أي نوع تريد دفتر لا خل شكل ده يعني دفتر لا خل شكل ده أي نوع تريد قيس شكلنا خلاص قيس ترنا خلاص ما ورندك الدفاتر ألف لام كرجان نمو معرفة شو نقول نجلسي باشندسي المعرف بالله يعني ألف لام بلن معرف لغة اسم الدفاتر ألف لام بلن قالب نكيرة أريد دفترا ذا ورق مسطر على غلافه خريطة العالم الإسلامي من سزقوا ورق لغ مسطر ديجي سزق بار ديجي شو داما سزق بار ذا ورق ديجي ورق لغ قبلن üstüde ala gılafihi qibelin üstüde haritatul alamil islami İslam dünyasının haritası ba defterini aliman uridu aliman halayman yaxshi ko'rib shundami endi mushadiki defterin munakkira zavaraqil munakkira chunki muzabbilay nekir bo'lib qolsa u ma'rif bo'lmaydi musattarun bu sifat andikin ala gılafihi mu hi zimir o'g'achqa g'ilaf nima bo'ladi ma'rif bo'ladi muzab shundami muzab ma'rifa harita o'zi nakira ammo al-alam al-islomiy muzab bo'lg'achqa bu nima nakira al-alam alif lam bo'lg'achqa bu nima ma'rifa alif lam bilan bo'lgan 5-chi ma'rifa aturidu shay'an akhar boshqa narsa lozimmi bu yerda ishkilis nakira shay'an akhar har ishkilis nakira la yo'q yunadi ibna bolasini chaqiryapti do'kondor ya walad hay bola o'shada ya walad يا ولد نقول معرفة ولد معرفة ضع هذه الأشياء في كيس بونا الفلاني خلط غصال أما هذا الأشياء اللي فلان بوغاش قنمو معرفة كيس إيش نبو بوغاش قنمو نكيرة إيش نبو بوغاش قنمو ونضع معرفة الله ما دلو بوغاش قنمو نكيرة عمدي خير داغ داوات دوا أنت تلميذ سيز أخوة جماعة ما أورندك أنت نمو معرفة نتيجة درجة ضمير شكل المش نعم ها ما اسمك اسمك نما بعدك اسمه مو معرفة çünkü kaf معرفة وغاشقة معرفة مزبوغة ناس عمنا بلدو معرفة بلدو اسمي مالك اسم مالك مالك من معرفة مالك من معرفة ألم خصم في أي مدرسة تدرس قيس مكتب توقيسس بهذا معرفة يوق çünkü مدرسة نكير وغاشقة ونو مزبوغة أي من بلدو نكير بلدو يردو في مدرسة عمر الثانوية عمر طلق otur mektebi de ama Ömer diye mektebin ismi xuddi falan otur mektep deymiz shunda ama masalan Urumchida 6-chi otur mektep 19 boshlang'ich deymiz shunga o'xshash Ömer to'liq otur mektebda ma'rida Ömer nima ma'rifa madrasa Ömerga muzab bo'lg'achqa bu nima ma'rifa yusallimu lahu al-walad al-ashya'a fi kayf bala hilqa bala narsalarni xaltaga silib nima narsalarni xaltadagi narsalarni hilqa bala u malikqa topshirib beradi yusallimu degan gap beradi degan gap lahu kimga qaratilgan malikqa ya'ni u ma'rifa zamir o'g'achqa al-walad alif lam o'g'achqa bu ma'rifa al-ashya alif lam o'g'achqa bu ma'rifa amma fi kayf nima nakira va yadfa'u malik qiymataha malik uning pulusini beradi qiymataha degan gap bahasini pulusini degan gap malik xassin bo'g'achqa ma'rifa deb bo'ldi buni qiymataha hag'i mudab bo'g'achqa ha degan nima ma'rifa bo'g'achqa qiyma ma'rifa bo'ladi va yaqut chiqib ketadi ya malik ta'al malik yaxkel ana malik o'zi ma'rifa shu yakasimi ahvoli qanaqa qilmaydi o'zgarmaydi o'zi ma'rifa bo'g'achqa bayatdek velat nakira ammo oldiga yakab qolsa ma'rifa bo'ldi-ku o'zgardi-ku ammo malik asli ma'rifa bo'g'achqa buni oldiga yakasimi qanaqa qilmaydi o'zgarmaydi malik yaxkel هذه لوحة جميلة تحوي آيات وأحاديث bu chiroyli taxta bo'lib oyat va hadislarni o'z ichiga oladi tahvi degan o'z ichiga oladi buning ichida hazihi boshqa hammasi nima nakira hazihi la ma'rifa chunki u nima ko'rsatish olmash va hiya hadiyatun lak bu sana sovg'a mujada qayt ma'rifa ya ma'rifa laktiki kaf ma'rifa hiya birinchi ma'rifa kaf umumiy birinchi ma'rifa hammasi damir shukran rahmat yaqra o'qiyotdi ma indakum yanfad va ma indallohi baqin sizlarning qishinglardagi tugaydi Allohning qishdagi mangu qoladi
Yani Allah'ın qışdagi narsalar hammasi oxirlashmay mangu turadi. Endi bu yerda ma'rifati nimba, indakumdagi kum, shundami? Indallahidagi Allah. Ma'rifa. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisan wa yadihi. Musulmon degan musulmonlar uning tili va qo'lidan salomat qolgan kishidir. Deganda al-muslimlik alif lam bilan al-muslim nima? Ma'rifa. Andakin man nima? Allazi man istar. Ism mavzu'u bu ma'rifa. Ism mavzu nechinchi ma'rifa? 4-chi ma'rifa. Al-muslimun alif lam bilan ma'rifa. Min lisanihi lisan ma'rifa. Min yadihi yad ma'rifa. Nima ma'rifa ma'rifasi? Chunki ma'rifaga muzat bo'lgandagi ma'rifa nechinchisi? 6-chisi. Ma'rifaga muzat bo'lgandan ma'rifa boshqa lisan ma'rifa, yad ma'rifa. Chunki lisanihi yadihi ishkilisi nima? Ma'rifa. Ravahu Shaykhan. Bu hadisni Shaykhina Imom Muslim bilan Imom Buxoriy rivoyat qilgandir. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.